Alo. Xayrli kun, assalomu alaykum. Va alaykum salom. Sayyoraxon opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshi. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Uxlamasdan kutib turgan ekansiz, ha, Sayyora opa? Bugun tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Yangi kun, yangi soatlar bilan. Rahmat. Yaxshi niyatlar, go'zal tilaklar sizga hamroh bo'lsin. Nimaki niyat qilgan bo'lsangiz, albatta o'sha orzu niyatlaringizga yetib yuring. Tan sihatligi, salomatligi sizni aslo tark etmasin. Bunday yoshlarni esa ko'pini ko'rib bering. Alloh taolo umringizga, rizqingizga keng barokatlar beraversin. Aytingchi, men orqali sizni kim tabriklayapti? Bilmadim, farzandlarim bo'lishi mumkin. Taxmin qilib ko'ring. Bo'lishi mumkin. Yana Opa-singillarim balkim. Xo'p, men o'g'illari Hamidullo bo'laman debdilar. Farzandlari Hamidullo, Bekzodjon nomlaridan. Onajonimni chin qalbimdan muborakbod etib, tabriklab qolaman deya samimiy niyatlarini yo'llab qo'ymoqdalar. Rahmat o'g'lim. Qiz yashasin. Kelinim bilan baxtli bo'lsin, o'g'li qizi. Baxtiga sog' salomat bo'lsin. Hammamiz baxtimizga shu o'g'lim. Ikkita o'g'lim bor, o'zi ikkovim sog' salomat bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Umringiz uzoq bo'lsin, rizqingiz bo't bo'lsin. To'ylar qildingizmi, Xudo xohlasa? Qildik. Shu o'g'limni uylantirganman, ikkita farzandi bor. Aha. Kelinim bor, Xudoga shukr. Aha. Nechta nabirangiz bor? O'g'limdan ikkita nevaram bor, qizimdan 4ta, 6ta nevaram bor. Ana, umrlari uzoq bo'lsin, ilohim, tan jonlari sog' bo'lsin. Hamisha har doim bunday yaxshi kunlarni ko'pini ko'rib yursinlar, ilohim. Xo'p desangiz, mana shu o'g'lingizni, Hamidulloni eng chiroyli niyatlarini sizga o'qib bersam, nima deysiz? Mayli. Juda ham yaxshi. Demak, nomalarni o'qib beraman. Noma: Assalomu alaykum aziz va mo'tabar onajonim. Men uchun qadri aziz insonim. Bugun eng yaxshi niyatlar bilan muqaddas kuningizda sizni tabriklab qolar ekanman. Avvalambor sizga uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Ilohim baxtimizga sog' bo'ling. Bundan qariyb 9 yil avval biz uchun juda og'ir, sinovli yil bilan boshlangandi. Tog'dek suyanadigan otamizdan ayrildik. Ammo Allohning marhamati bilan siz bizga ham ota, ham ona bo'lib kelyapsiz. Mehringizni ayamasdan, hech kimdan kam qilmay, halol tarbiya va cheksiz muhabbat berib voyaga yetkazib kelmoqdasiz. Biror marotaba otamdan keyin o'ylamadingiz. Boshqa turmush haqida o'ylamadingiz. Faqat biz farzandlar deb yashadingiz, butun hayotingizni berdingiz. Har birimizni ko'nglimizga qarab, dardimizni dardingizdek ko'rib, quvonchingizni o'zingiznikidek his qilib yashayapsiz. 2025-yil esa o'tgan yili muqaddas umra safariga borib keldingiz. Mana shu bilasizmi, qalbimda faxr bo'ldi. Va nihoyat dedim. Va'damni ustidan chiqdim. Onamni xursand qildim dedim. Sizni xursand qilib, sizni duolaringizni olib yuray deyman. Oq ko'nglingiz, samimiy mehringiz bilan oilamizga fayz baraka olib keladigan insonsiz. Duolaringiz bilan meni omadim doim yurishaveradi, onajon. Siz juda mehribon, sabrli, doim qalbida Allohga iltijosi bor bo'lgan insonsiz. Menga nima bo'lsa bo'lar, farzandlarimni asra deb ertadan kechgacha faqat biz uchun, bizni omadimiz uchun so'raysiz, onajon. Qiyin damlar kechdi, dadamni yo'qotdik. Kim dushman, kim do'stlik qilganini ko'zimiz bilan ko'rdik. Biz ulg'aydik, voyaga yetdik. Xudoga shukr. Meni suyangan tog'im bittagina bo'lsa ham, ukam bor, umri uzoq bo'lsin. U ham otam, ham ukam, ham akam, ham do'stim, suyanadigan og'a edim. Sizdan boshqa, undan boshqa, farzandlarimdan, oilamdan boshqa yana kimim bor, onajon? Boringlarga shukr. Yigitga ketmas, bitmas davlat bersin deydi. Men davlat emas, sizlarni sog'lig'ingizni so'rayman.
Ilohim Alloh sizni doim sog' salomat asrasin. Umringizni uzoq, rizqingizni keng qilsin. Biz farzandlaringiz sizga munosib qilib ulg'aytirsin. Nasib etsin. Duolaringiz ustimizda soyabon bo'lib tursin. Ikki dunyo saodatini tilayman onajon sizga. Baxtimga sog' bo'ling. Otamni mehriga to'ymadik. Ammo behisob shukurki onajonim bor. Qo'llaringizdan o'pib, oyoqlaringizdan o'pib o'zim tavof qilay onajon. Yaxshiyam dunyoda bor ekansiz. Baxtimizga bor ekansiz. Sizni juda qattiq yaxshi ko'raman. Yana bir bora chiroyli ayyomingiz bilan sizni chin dildan muborakbod etib tabriklab qolaman. Yana bir bora tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin deya chiroyli niyatlar bilan yo'llab qo'ymoqdalar. O'zim aylanay. Bu sevinch ko'z yoshlarimi? Ha, albatta ko'z yoshlarim. O'zim sog' salomat bo'lsin, hech qachon kasal bo'lmasin. Kelinim bilan qo'sha qarsin, farzandlarim baxt kamolini ko'rib bersin. Allohim shu 3 ta farzandim ham sog' salomat oilasi bilan qo'sha qarsin. Hech qachon kasal bo'lmasin. Aytganingiz kelsin. Rahmat sizlarga. Umringiz uzoq bo'lsin, tan joyingiz sog' bo'lsin. Rozimisiz shu farzandlaringizdan? Roziman, ming roziman. Sog' bo'ling, ilohim, sog' bo'ling. Va go'zal bitta she'riy satrlar bor ekan, maylimi shu she'rni o'qib bersam? Mayli. Keyin esa xayrlasak, a? Mayli. Juda ham yaxshi. Ro'mollari boshlarida, qalin o'sma qoshlarida yashar aziz yoshlarida. Onajonim, jonim onam. Uyimizning fayzi o'ziz, dardga davo aytar so'ziz, bizni ko'rib quvunar ko'ziz. Onajonim, jonim onam. Malikasiz taxtimizga, shiddat qo'shib shaxtimizga, omon bo'ling baxtimizga. Onajonim, jonim onam. Farishtadek nurlar sochib, duo qilar qo'lin ochib, siz bor tashvish ketar qochib. Onajonim, jonim onam deya eng chiroyli niyatlarni mana shunday tarzda yo'llab qo'yar ekanlar. Yana bir bora ayyom bilan sizni chin dildan tabriklab qolmoqdalar. Rahmat kattakon, sizlarga ham kattakon rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin ilohim. Tan sihatli, salomatlik sizni tark etmasin. Yana bir bora chiroyli ayyomlar bilan sizni tabriklayman. Ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Omon bo'ling. Rahmat kattakon. Xo'p bo'ladi. Sog' bo'ling, charchamang, o'zingizni yaqinlar uchun ehtiyot qiling. Omon bo'ling. Mayli, rahmat.